Lüybu zadi kim? Lüybu qandaq qilib boshqalarga doim xoinlik qiladigan bir xarakterni yetildirib qoladi. Yaxshimisizlar do'stlar? Unda qolsa biz uch podshohlikni boshlab ketdik. Bugun biz hamda shu Lüybu, ya'ni shu uch podshohlik kinosida birinchi palvon deb nom olgan kishi bilan tanishib o'taylik. Hamda Lüybuni uch podshohlikni ko'rgan do'stlar bilamiz, hammalar asosan birinchi palvon deb e'tirof qildi. Uch podshohlikdagi palvonlarni tartib tuzgan vaqtda Lüybuni hamda birinchisi tizdi. Hamda Lüybuningki kelib chiqishi qaraydigan bo'lsak, Lüybu Bingzhou, ya'ni shu Dingyuan bilan bir yerdan bu. Bir normal shu dehqon oilasida tug'ilgan. Buningki hamda kichikdan boshlab shu urushish, undan keyin shu qilishbozlik deymiz, undan keyin shu jambozlik degan narsalarga qiziqatdi bu. Uning ustiga buningki o'ziningki bu shu basti yo'g'on, ana aytdi, qovul ustuqni yo'g'on deb qo'yamiz. Ajinda bo'lganligi uchun ham shu qiziqishlari tufaylidan bu asta-asta shu o'zidagi mahoratni tavlab chiqishga boshlaydi. Undan keyin keyingi vaqtlarda shu Dingyuanninki qo'l ostida ishlaydi. Avval qo'shinga kirib askar bo'ladi, undan keyin song'on bo'lib har xil shu amallarni o'taydi. Oxirgi bo'lgan vaqtda bu Dingyuanninki yoqtirib qilishiga erishib, buning haqiqiy palvon kuchdan kelishganligi his qilgandan keyin bu o'zining yeni deb qilib shu eng yaqin buni muhofizatchisi, ya'ni Bopiao deb qo'yadi. 第三，何润东把吕 Bu qatorda o'zining ham tutuq o'g'li qilib ta'minlab yeni turg'izdi. Endi bu Lüybuga qaraydigan bo'lsak, alam mahoratini buningki eng kuchli deb qaraladi. Asosan shu to'rlardimi yoki kitoblardimi shu baholiga vaqtda Lüybuni birinchisi tizibdi. Ham Lüybuni nemishqa bu birinchisi tizib qo'ydi. Masalan, qaraydigan bo'lsak, uch podshohlikni ko'rgan do'stlar yoki kitobni o'qigan do'stlar masalan bilishimiz mumkin, Lüybuningki alayda bir urush qilgan yoki biror cho'ng palvondan, kuchli palvondan birini yengan yoki uni mag'lub qilgan bir ko'rinishni yoki tarixini biz ko'rmaymiz. Masalan, Guanyu desak, Yanliang Wenchu'ni mag'lub qiladi, undan keyin 5 song'unning o'tkilida o'tdi. Zhao Yunni desak, tuman ming kishi qo'shinning ichidan bosib chiqadi. Zhang Fin desak, u bir vaqirablar nari tortiblar, Saosoningki qo'shinlarni qo'rqitib qochirib o'tdi. Undan boshqa palvonlarmi shu? Masalan, Shuju deymiz, Shuju bilan Machao ilishib tang bo'lib qoladi. Zhang Fei bilan Machao ilishib tang bo'lib qoldi degandek o'zaro shunda cho'ng hamda kuchlik shu palvonlar o'zaro kuch sinishib yoki tang bo'lib qolgan yoki bir-birini mag'lub qiladigan boshqalarni bir taraf qilib o'tadigan degandek shundoq bir ish izlari bilan tunildi-da. Ham Lüybuningki qaraydigan bo'lsak, bir alayda palvonni buning urushib mag'lub qilib qochirib o'tgan yoki bir kallasini evatgan bir asosan unda ko'rinish yoki unda hikoya yo'q. Ham bu Lüybuningki birdan bir shu tunilgan yeri yoki bo'lmasa buningki hamda shu o'zining kuchini ko'rsatgan yer nima desa, Sanyingjan Lüybu deydigan bir yeri bor. Ya'ni Lüybuningki shu Liubi, Guanyu, Zhang Feilar bilan ilishib bular bilan ilishibmi, yengilib qolmaydigan. Ya'ni yengilib qolsinmi, unda bek tuvan olat tushib qolmaydigan, ya'ni o'zini ap qochib qocha oladigan bir hikoyasi bor. Demak, mushunda bir hikoya orqali hamda Lüybuningki mahoratini nihoyat yuqori deb ta'riflagan. Undan boshqa hamda Lüybuningki yana bir alohidligi nima desa, o'qiya aytishga moyil. O'qiyani ajoyib yiroq qotdi. Ya'ni shu kinodan chiqadi-ku, o'ziningki shu yarqiga, ya'ni yalman nayzisiga o'q etib, yalman nayzidagi kichikkina bir yipchaq isilgan bir narsani uzib tushirdi. Demak, ajoyib yiroqdan aytdi-da, Zhang Feimi buningga hamda tillab tursin, lekin bu jihatlardan qoyil bo'ladi, buning kuchtingirligi. Undan set bu Lüybuningki yana bir ta'rifi nima degan vaqtda Lüybuni mashunda qo'shin kelgan vaqtda, ya'ni 1000 ya 10 ming tal qo'shin oldiq besib kelgan vaqtda o'zi yolg'iz shu qo'shinning ichiga kirib, matrabdan kirib, atrofdan saq o'tib ketalaydi deydigan bir ta'riflashi bor. Endi bu ta'riflashni shu
Zhao Yun'dan başqa hech qaysi palvonga daxi bermagan. Qolgan palvonlarniki unda qilib baqqan bir tariximi yo'q asosan. Qo'shinning a tarafidan kirib, ma tarafidan chiqib ketgan o'z yolg'iz. Demak, hamda bu mushu ish harakatlariga qarablam hamda mushu Liu Boni nəhayət palvan, yürgüçün, mushu nurg'un qo'shinning ichiga o'z yolg'iz kirib, o'z yolg'iz chiqitish, hech qanday zaxm uchirmay chiqitish degan oson ish emas-ku bu. Zhao Yun nəhayət tasti chiqidi yorlanib. Demak, ashunchalik bir tariqada buni hamda sifatlagan. Mushu ahvollarga qarab turib, sen Guan Yu, Zhang Fei, Liu Bei bilan elishibmi, bu mag'lub bo'lib ölüp ketmegen yoki mag'lub bo'lib eng tuvan pastga tushib qolmaganda, masalan Zhang Fei bilan Guan Yu deb aytsakmi, nihoyat zabardast palvonlar hisoblandi. Shunga mushundaq bir buningki hikoyalari, ya'ni ipbagan ish izlari qarab turib, hamda Liu Boni eng kuchli palvon deb buni birinchisi tizgan. Bay deganda qarasak buningki unda bir cho'ng quvvatga ish yo'q hamda. Ham buningki xarakteriga kelsak, ya'ni Liu Boni'ninki xarakteridan aytganda bu osonlikcha boshqalarga mushu xoinlik qilib qo'yadigan mijoz u. Ya'ni buningki tutuq otasi Ding Yuanga xoinlik qiladi, Dong Zhuoga xoinlik qiladi, keyin Liu Beiga xoinlik qiladi degandek bir ish izlari bor-da buningki. Bu nimishqa Liu Bu bunda bo'lib qoldi degan vaqtda buningki hamda oil tarbiyasidan boshlab so'zlashga to'g'ri keldi. Ya'ni Liu Boni'ninki oil tarbiyasida qandaq bir holat bor degan vaqtda buningki dadasi Liu Boni ajoyib qattiq boshqargan. Ya'ni buni e'tirof qilish deydigan narsa yo'q kichik vaqtidan boshlab. Liu Bu kichigida bir ishlarni qilaman deb qolsa-mu, hamma ishini dadasi ma'ni qilsa, ani qilmaysa, ma'ni qilsa, ani qilmaysa deb buni qilib qilsavatgan. O'zininki bir xiyoli bilan ma'jini qilib boqaychi, ani qilib boqaychi deydigan bir o'y xiyol yo'q buningda. Bo'lib qolsa-mu, dadasi besvetida xato sen qilgan. Mening deganim bo'yicha qilsang, to'g'ri mana sen deb. Andan keyin kichikidan boshlab qilgan ishlarida asosan buni maqtash deydigan narsa yo'q. Sen qilolmaysan, etanmading degandek bir tushirishlar bak chiqdi. Buni mushu Liu Boni'ninki tarixini surishtirib ko'rib basanlar chiqdi. Oila kelib chiqishida mushunda bir ahvol. Demak, bu kichigidan boshlab dadasininki qat'iy e'tirof qilishiga erishanmagan. To'xtamay tushirgandan keyin buningda nihoyat cho'ng zibegan, ya'ni o'zini tuvan ko'rish psixikasi bor. Mushunda bir oila cho'ng bo'lgandan keyin, bu cho'ng bo'lgandan keyin qanday bo'ldi desa, bu o'zini tuvan ko'rish psixikasi o'ng'isholmaydi. Cho'ng bo'lgandan keyin texim zo'r edi. O'zini tuvan ko'rgandan keyin qanday bir holat shakllansa, boshqalarning maqtishiga xumarib qoldi. Boshqalar maqtisi qo'shib ketdi. Chunki o'zini tuvan ko'rgandan keyin ichidan boshqalar maqtab bersa, cho'ng ko'rib bersa, demak, anondan keyin bu xo'sh bo'ldi-da. Undan boshqa o'zim shu kichigida erishanmagan narsalarga cho'ng bo'lganda erishishni orzu qildi. Cho'ng amal, maqtanish. Chunki amalga erishsa, cho'ng narsalarga erishsa, yaxshi narsalarga erishsa, boshqalar buni maqtaydi, cho'ng ko'rdi. Shuning uchun bu keyingi vaqtlardagi shu amal uchun, yaxshi ot uchun, anondan keyin go'zal noznin uchun, shahar uchun degandek to'xtamasdan shunda o'zi yordam qilgan yiqillarga xoinlik qiladigan, masalan, o'zining shunda yiqillargami shunda yomon niyatini buzadigan shunda bir xarakterni yetildirib qoladi. Demak, endi bu yerda biz qisqagina qistirib o'tib ketsak, nima degan vaqtda shu oiladagi farzand tarbiyasi bak muhim. Bolalarni shu ta'riflab turish, ya'ni ularni ilhomlantirib turish. Qila olaysa, eta olaysa, sen yaxshi, sen hamma narsaga erishishlashing kerak, erisha olaysa degandek shundoq bir ilhomlar bilan ilhomlantirib turish bu bak muhim demakchi-da. Unda qolsa Liu Boni'ninki ish izlarini shunchalik so'zlab turdi. Hamda keyingi filmda biz nima so'zlaymiz degan vaqtda shu Liu Bu bilan Dong Zhuo'ninki kuch sinishi to'g'riliq so'zlaymiz. Unda qolsa do'stlar, film yaragan bo'lsa, shu ostiga inkaslarni yozib qo'yinglar, yuraklarni berib qo'yinglar, ko'proq do'stlaringlarga tarqitib qo'yinglar.